Assalomu alaykum hammaga. Ertalabdan hop tog'ga ketyapmiz. Hop tog'ning nomini bilmadim hozircha. Borganda bilamiz. Xullas yetib olishimizga necha minut bor? 20 minutda yetib borar ekanmiz. Bizni kuzatib boring. Mana manzara. Bu endi sal chekkaroq joyga keldik. Muhammad Yusuflarni, ya'ni sheriklarimizni yoniga. Yana aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, birga o'qigan boshqa oldinroq ketgan sheriklarimiz yoniga. Mana manzara. Aşağı yok böyle zaten. 2-3 kişi olur seni, bir kişi düşer. Davay. Hop, endi biz mana shunaqa tepalikka chiqamiz. Kuzatib qo'ying. Unchalik balanga o'xshamayapti, lekin где-то qancha desak bo'ladi? 5-10 minut vaqt olsa kerak. Ko'rgan sari tepaga chiqamiz. Jamoamiz demak 6 kishidan iborat. Ha, javob. Charchash bo'lmayaptimi? Hop, bu yoqda yozishicha 700 metr tepaga yurishimiz kerak mana shu tarafga. Davom etamiz biz. Sirpancha ekan bu. Ehtiyot bo'lamiz ekan. Yo, necha yuz metrlik tog' bu. Muxolsif. 700 metr, kilometr çıkmışsın. Plus minus. Ha. Вообще boshqacha joylar ekan, ha? Hop. Borgan sari tepaga chiqamiz. Sen nima gap? Tartamasmi? Yo'q. Bo'ldimi? Shuni olish kerakmi? Yaxshi, yo'q. Bolalar bekorga zontik olmagan ekan. Buni toqqa chiqish uchun ishlatish uchun olgan ekan. Gap yo'q lekin. Вообще zo'r joylar ekan, haqiqatan. Yana tepalikka chiqamiz. Ajoyib joylar ekan, faqat. Ko'p narsa tartibsiz joylashgan. Haqiqat bizda joy. Yoki biz jungliga keldik. Yoki bu o'rmon qanaqadir. Hop. Toqqa chiqish juda ham tikka joyda joylashgan ekan. Necha gradus chiqamiz? Ha? Necha gradus? Buni bir ko'rsa kerak, 180. Shunaqa gap. O'ta tikka joylashibdi yo'llar. Semizroq odamga bilinadi-ku. Endi men semiz emas. Menga вообще bilinmayapti. Mana eng tikka joyga keldik. Hammaga tavsiya qilmagan bo'lardim. Yosh bolali, nogiron, homilador ayollarga chiqish taqiqlanadi. Kategorически. Sirpanib ketishi ham mumkin. Semiz odamlarga ham taqiqlanadi. Hamma qabilsa? Semiz odamlar ajali. Bunaqa joy bo'ladi deb aytmagandingiz-ku. Endi aytdim. Rahmat. O'tirmang. Mana. Dam olish uchun Javoqjon yoga usulidan foydalanyapti. Biz bu yerga chiqqan.
Biz bu yerga chiqqan birinchi odamni topdik. Mana shu odam mana shu yerga chiqib kelgan ekan. Bitirib bering. Voy be. Xullas o'rtoqlar 5 minutda chiqadigan joy degan gaplarga umuman ishonmanglar. Biz уже 40 minutdan beri yuribmiz. 5 minutda chiqamiz. Faqat Interstellar'dagi planetani vaqt hisobida. Voy be. Hayrat bu yoqda zina bor ekan-ku. Ozgina gap qo'yamiz. Menda unaqa bo'lmagan lekin. Mana shu tarafdan keldik. Mana bu zonani topilib turibdi. Aynan mana shu xaritasi ekan. Xaritaga qarab kelish imkoni bor ekan. Qayerdan chiqdik? Siz ozmaydan chiqdingiz, to'g'ri? Mana shu yerdan yurdik. Shu aylanib hozir yana chiqib ketyapmiz menimcha. Chunki juda ko'p yurdik. Yoki yo'q, biz bunaqa chiqdik. Chunki to'g'ri chiqsa bo'lar ekan. Bu menimcha avtomobil uchun mo'ljallangan yo'l ekan. Hop. Yaxshi mana shu gitimiz bor. Gitda 500 dollarga zakaz qilgandik. Murojaatlar uchun ekranda nomer qoldiramiz, bemalol bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Любой tilda, rus, ingliz, yapon, o'zbek, turk, Qush tili, turk tili, o'lik tillarni ham biladi. o'simlik tilini ham. O'simlik tili, daraxt tillarini ham biladi. Ha, daraxt o'ziga yaxshi ketadi. Ha, bu yoqqa endi 270 metr qolibdi, mana shunaqa tepalikka. Chiqamiz hozir. Mana gitimiz nimadir o'ylayapti. Gitimizga o'zi rasmga tushish yo'q ekan. Shu yerga Kimizga zondagi qolib ketyapti. Zafar aka. zonti qolib ketmasin. Kerak bo'ladi toqqa chiqishlaringga. Ha, to'g'ri. To'g'ri. Bosh qolib ketgani yetadi. Endi ovqat qo'ldingiz hozir. Mana shu bitta rasm olib qo'ying. Ha, mana shu odamlarga iltimos. Yaxshi bilar ekansiz yurishni. Asosan. Mana sakuran gullashni qaranglar. Hello. Kamera ovqat. Yeter. 6-7 minut qoldi deyapti. Lekin ancha-muncha yo'l yurib qo'ydik o'rtoqlar. Bitta 1 soatmi, 1,5 soatmi? Shunaqa. Xo'p, bu yoqdan yana zinadan chiqamiz. Cho'ta ancha yuramiz o'n. Mana eng chiroyli joyga yetib keldik. Ajoyib joylar ekan. Ye? Ha, bola nima qilyapti? Ye dedi-ku. Oxirigacha endi. Nima qilyapti? Boshlang. Bola yoshligini eslayapti. Esladingizmi yoshligingizni? 物価高でなっています。食料品も電気代もガソリン代も上がり、多くの方が不安を抱えています。Nimagadir nimadir o'ylayapti. Chiqib kreditlarni to'lab kelgan bo'lsinlar. Qizig'i o'yinga yosh bolalardek. Kalonkada aytdi, lekin bizning bolalarda bilmadim, qalbi yosh bo'lsa kerak shu uchun. Mana shu yerda o'yingoh tanlashdi. Bu biz asosiy joyiga keldik deb o'ylasam, bundan ham tepa joy bor ekan. Haqiqatan ham juda chiroyli joylar ekan.
Mana bu yerda juda hambayki ham bor ekan. Kimdir suv ichaman desa yoki chanqovni qondirmoqchi bo'lsa, ajoyib vending apparat bu. Yaponchadan juda hambayki deyiladi. Hozir biz yana tepalikka chiqyapmiz o'rtoqlar. Juda baland joylar ekan. Mana asosiy joylar shu bo'lsa kerak. Mana do'stlar, oxirgi tochkaga yetib keldik. Mana shunaqa ajoyib manzara ekan. Demak, mana bu yoqda piknik qilsa bo'lar ekan, ovqatlanib, bemalol suv ichib. Hop, o'rtoqlar, biz piknikni boshlab oldik hozircha. Kola ichamiz. Nima edi? Obento. Obento bilan kola. Ha, obento olganmiz. Hozir obentoni ham ko'rsataman yetgan payt. Faqat qoshiq yo'q. Mana bunaqa obento olganmiz. Yo'lga mana shu to'xtab chiqqan deyishga. Xo'p, ikkita turidan olgan ekan bolalar. Bittasi mol go'shti, ikkinchisi qanaqa edi bu? Bu sos makaron sos. Makaronli sosli ekan. Bolalar shunaqa gaplar. Bunami? Yaxshi ham ikkita qoshiq olib kelgan ekanman. Aka, shu yerda Qoshiq. endi gapiring, aka, shu yerda mana o'zim cho'pilmayapman. Qoshiq olib kelmagan ekan bolalar, mana bunaqa cho'p bo'lgan ekan daraxtdan. Mana biz innovatsiyada. Qashir, mana. Qoshiq olib kelmagan ekan-da. Qoshiq Xo'p, biz bolalar olgan obentoni yeb ko'ramiz hozir. Ta'miga baho beramiz, qanaqa ekan. Mana obento ko'rinishi. Makaron bilan mol go'sht ekan. shaqir bilan ovqat yeyolmaydi. Ta'mi yaxshi. Mol go'shti. Bugun shu. Salvat yo'q dedingmi? Yo'q. Normal ekan. Esi bo'ladi. Necha pulga oldilar? 400. Aniqmi? 400mi 500mi? 500 yana beraveradi-ku. Aka olaman. Hazillaydi. Xo'p. Xullas kola bilan bizga 500 yenaga tushdi. Obentoni bizga 400 yena ekan. 400 yenamiz 30.400 so'm bo'lar ekan. Bo'ladi, chidasa. Kolamizga 100 yenadan ketdi. Ikkita kola olib keldik. Shunaqa gaplar. Xo'p do'stlar, obed qilib oldik. Manzarani qarang. Mana sakurani gullagan. Mana chiroyli ko'prik bor ekan. Manzaraga baho bering. Do'stlar, bu yerda детский planshetka bor ekan. Bola maza qilib o'ynashyapti. Mana. Maza yapon bolalariga. Hamma sharoit qo'yishgan eng qiziq. Do'stlar, biz qaytdik Paxotkadan. Aylanish ajoyib o'tdi. Sanjasan, qanaqa bo'ldi aylanish? Aylanishlar bo'ldi. Javohiddin. Okey. Gap yo'q, yomg'ir. Ular juda ko'p gapiradi shu uchun. To'g'ri tushunasizlar. Gap yo'qdan sizni xohlasangiz. Boyagi joydan обратно qaytamiz endi. Xo'p do'stlar. Biz qaytdik Paxotkadan.
bu toqqa chiqish ancha og'ir ekan. Shuning uchun ertalab chiqishni maslahat beraman. 6lardami, 7lardami. Keyin o'zlaring bilan nimadir olsalaring yaxshiroq bizga o'xshab. Shunda yo'lda o'chib qolmasdan, naryoqda deyarli hech narsa yo'q. Bitta shu juda hambayki bor, vending avtomat. Shunaqa gap.